İslamdaki aile tüzümü. Abduri Muhammed Yusuf. 2. bölüm davamı. İnaqlıq ayollarni hürmetleşten başlandı. İnsaniyet tarixida dastlab Adam ati bilan Hava ananing ailesi qurulup, insanlar bu ikkisidan ko'paygan. İnsanlar aileni qurup chiqib, bir-biri bilan qarindoshlik rishtalarini o'rnatib, o'zaro insoniy mehr-muhabbatni joriy qildirish orqali inoqlikni, illiqlikni barpo qildi. Demak, inoq jamiyat barpo qilish inoq oilalarning maydon kelishiga muhtoj. Inoq oila qurish aqidalik va axloqliq ayollarga muhtoj. Oiladagi inoqlik ayollarni hurmatlashdan boshlandi. İnaqlıq, ittifoqlik insoniyatning asli tabiati va o'rtaq arzusidir. Oila ayolning o'zaro muhabbati bilan o'rnatiladi. Alloh Qur'on Karimda, ya'ni unsi ulfat elishinglar uchun sizlarga o'z tipinglardan juplar yaratib, aranglarda mehr muhabbat o'rnatganlikmi Allohning kamoli qudratini ko'rsatgan alomatlaridandir. Fikir yurgizdigan qavm uchun shak shubhisizki buningda nurg'un ibratlar bor deb ko'rsatgan. Bu faqat ayollar his qila oladigan va ular orqali vujudga chiqadigan mehr muhabbatni, illiqlikni, xotirjamlikni, inoqlikni ifodalaydigan oyat bo'lib, bu xil unsi ulfat inson ruhidagi iztirob, tashvish, vasvaslarni yo'qotadi. Oila kishilik hayotning g'uli. Ayolning oiladagi o'rni eng asosli muhim o'rindir. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda ayollarni urdiganlar yaxshi kishilar emas deb ko'rsatgan. Erlarning ayollarni bo'zaq qilishi, urushi, xorlishi amaliyotda o'zlarini urg'ini, o'zlarini xorlig'ini, shundaqla bolalarni, butun insoniyatni bo'zaq qilg'ini, urg'ini va xorlig'ini bilan barobardir. Çünkü ayollar bütün insaniyetinin analari ve erlerinin bir parçasıdır. Ayollarni hürmetleş güzel ahlak. Peygamber aleyhisselam ayollarni hürmetleşni bir adamның yaxshi yoki yomon ekanligining o'lchami sifatida bayon qilib, sizlarning yaxshilaringlar ayoliga yaxshi muomala qilganlardir. Men ichinglardagi ayoliga yaxshi muomala qiladigan odamman deb ko'rsatgan. İnsanның diyaneti ve ahlakı onun ailesidagilarga qandaq muomala qilish bilan o'lchindi. Birov ibodatlarni ado qilishga qancha ko'ngil biladigan kishi bo'lib ketsin, u ayoliga, bolalarga qattiq qo'lliq bilan muomala qildi ekan, ularning ahvolidan xabar olmaydi ekan, bundaq kishining dini naqs bo'lgan bo'ladi. Çünkü güzel ahlakmı eng e'tiborli ibodat turi bo'lib, shu odamning taqvoligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Zahiri ibodatlarni o'rindashda aktiv bo'lib, axloqiy masalalarga sal qaraydigan yoki oilasiga qo'pollik qiladigan odam jimi ibodatlarning maqsadi bo'lgan axloqiy ibodatlarni o'rindamagan bo'ladi. Shunga er kishi ayoliga yaxshi muomala qilishi, uning azor bermasligi, uy ishlarida uning hamkorlashishi muhimdir. Ayollarga rahim shafqatli bo'lish zarur. Payg'ambar alayhissalom ayollarga eng mehr shafqatli zot edi. Ayollarga bekmi köynətdi, ularning uy ishlariga yordamlashatdi. Dardlarini ko'ngil qo'yib tinchaytdi, fikrlarini anglaydi. Hatto umumiy musulmonlarning ishlariga munosabatli cho'ng ishlardimi ayollar bilan kengashdi, fikrlarini olatdi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarni ayollarga rahim shafqatli bo'lishga kuchli tashabbus qilib, mo'minlardan iymoni eng kamil bo'lgani, axloqi eng go'zal bo'lgandir. Sizlarning eng yaxshilaringlar o'z ahliga eng yaxshi muomala qildiganlaringlardir, deydi. Payg'ambar alayhissalom va musulmonlar safarga chiqqanlarda ayollarni to'ylar ko'taradigan ma'billarga o'ltirg'izib, hurmat bilan ilib mang'atdi. Payg'ambar alayhissalom yo'l bo'yi to'ylarni yitlab mang'anlarga bu nozik shishlarni siliq ipmanglar deb tavsiya qilib turadi. Payg'ambar alayhissalom ayollarni nozik shishlarga o'xshatgan. Haqiqatan ular va ularning ko'ngli nozuklikda xuddi shishiga o'xshaydi. Ayollar umuman hissiyotchan bo'lganlikdan tez ranjib qoladi va tez o'zgaradi. Ularga intayin siliq muomala qilishdan boshqasi ishga yaramaydi. Mehr muhabbat ayollarni asrash va ularga hurmat qilishdan boshlandi. Payg'ambar alayhissalom mashhur vido xutbasida va vafot bo'lish oldidagi eng oxirgi vasiyatida ayollarga yaxshi muomala qilinglar deb tavsiya qilgan.
Qizlarni o'g'illardan tuvan ko'rish, ularga qo'pol muomala qilish, ularning tabiati uyg'un kelmaydigan og'ir ishlarga buyurish, qiz bola o'qib nima bo'ladi deb ularni o'qishdan mahrum qilish, o'gay onasining nayranglariga ishinib, ularni ezish, haqoratlash, hatto urush, ularning dardiga quloq solmay, nozik ko'nglik azor berish qatorliq nachar ishlarni qilgan otalar qalblaridan rahim shafqat sug'urib ilingan baxtsiz kishilardir. Mundaqlar qanchalik taqvo suratlik musulmon bo'lib ketsin, qanchalik cho'ng olim ulamo yoki qori Qur'on hoji haram bo'lib ketsin, baribir ko'nglida rahim shafqat bo'lmagan ekan, mundaqlarning dunyo va oxiratda Alloh taoloning rahmatiga erishalishi natayin. Qizlarning sabiylaricha pok hissiyotini suiiste'mol qilib, ularga yolg'ondan muhabbat izhor qilganlar, ularni o'zlarining och singillarining o'rnida qo'ysin. Ularning och singillarining iffati va nomusi qancha qimmatli bo'lsa, shu qizlarning iffat nomusi shunchalik qimmatlidir. Birovning nomusini oyoq osti qilish uni o'ldirganlik bilan teng. Qizlarning sopliqidan foydalanib, ularga o'ylanadiganligini haqida va'dalarni berib, ularni hasratga qo'ydiganlar o'zining och singillarini ko'z oldiga keltirib boqsin. Och singillarining shundoq bir umr hasrat nadomat chekmaslikni xohlasa, boshqalarning och singillariga mo chektirmasin. Bu olam o'tni olam deb bekor aytilmagan. Reallikdagi tajribalarmo bu hikmatli so'zning haqliqini isbotlab kelmoqda. Saddiq qizlarni aldab, ichkari o'lkalardagi zolim xo'jayinlarning o'yin kulgisini qizitish uchun yiqilg'u qilib berayotgan vijdonsiz ifloslar Alloh taolodan qo'rqmagan taqdirdami, bu jinoyatning badalini o'zlarining qizlari yoki och singillar o'taydigan bir kunning kelib qolishidan hazar aylasin. Onun bilan o'ylanish niyati yo'q turib, bir qizning ko'nglini ovlashga tirishmoqchi bo'lganlar bu razil payldan yansin. Ko'ngliga birining muhabbati kirib qilib, murodiga yetolmasdan yuragi yonganlikning qanchalik tugmas azob ekanligini o'ylasin va o'zini shu qizning o'rnida qo'ysin. Pichoqni o'zingga sol, og'rimasa boshqalarga sol degan hikmatni unutib qolmasin. Payg'ambar alayhissalom nozik shishlar deb sifatlagan bu shishidek nozik yuraklarni xiyonat pichig'i bilan tirik turg'izib o'ldirishdan, shishidek nozik ko'ngillarni bir umr hasrat nadomatga qo'yishdan hazar qilsin. Bu jinoyatning o'zining och singillaridan yoki keyincha o'z qizlaridan birarsiga yenib qilishdan qo'rqsin. Ayolning eriga o'tash tegishlik haqlari. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Dünya mənfəətdir. Dünyanın ən yaxşı mənfəəti ülgülük xotundur. Ülgülük xotun degan qandaq bo'ladi? Ülgülük xotun avval Allah Taala'nın onun üstüdeki haqlariga, ondan erining haqlariga to'liq rioya qilib, ularni kamil ado qiladigan xotun demekdir. Ölgülük xotunning sifati eriga chin sadoqat bog'lash, oilasining ishlariga kuyinish, bolalarini yaxshi tarbiyalash, erini qadrlash, eri oldida o'tash tegishliklarini bilish, ibodatlarni vaqtida qilish va Alloh taolaning bergan qismatiga rozi bo'lib, uningga shukr qilish qatorliqlarga istamlandi. Ayolning eriga o'tash tegishli haqlari tuvandikcha. 1. Erining haqqini va uning manfaatini o'zining va jimi tuqqanlarining haqqidan va manfaatidan a'lo bilishi va ularni qo'g'dishi. 2. Oylik odat tug'utliq vaqtlardan boshqa har qanday vaqtda erining rag'batiga moslashishi. Chunki erining talabini uzrsiz turib rad qilgan ayol gunohkor bo'ladi. Uningga farishtalarmo la'nat o'qiydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Eri töşek chaqirsa, özürsiz turib kelmagan ayolga farishtalar tong otqicha la'nat o'qiydi. Ayol bir-birining rag'batiga moslashishi intayin muhim masaladir. Ko'plagan oilalarning baxtsizlik uchirishi umuman mushu sababdan bo'ladi. Erlarning boshqa ayollarga buzilishining oldingi sabablarining biri ayolning uning rag'batiga moslashmay uni ranjitganligidan kelib chiqadi. 3. Erining hojatini qayirib qo'yib, nafli ibodatlar bilan mashg'ul bo'lib olmasligi. 4. Erining ruxsatsiz boshqalarga uydan bir narsa bermasligi, ammo yemak ichmakdan boshqalarga sadiqa bersa bo'ladi. 5. Erining ruxsatsiz safarga chiqmasligi, eri rozi bo'lmagan ayollar bilan aralashmasligi. 6. Alloh taolo bergan rizqqa qanoatlik bo'lishi, qattiqchilik kunlarda erdan zarlanmasligi, yaxshi kunlarda Alloh taoloni unutmasligi, erining mehnatini har vaqt qadrlashi.
әң яхшы xotun eriga hamisha haram kasbdan saqlanğın, halaldan kasb qılğın. Biz qattiqchilikqa bardashlik beralaymiz, ammo do'zax o'tiga bardashlik beralmaymiz deydigan xotindir. 7. Eridan boshqalar uchun zinnatlanmasligi, boshqalarga yuz, qo'llari va putirdan boshqa a'zolarni namoyon qilmasligi, qisqa nefis kiyimlarni kiyishdan saqlanishi. 8. Erining do'stlari bilan eri bo'lmagan joylarda paranglashmasligi. Eri yo'q vaqtda kelgan yolg'iz mehmonni yolg'iz qarshi olmasligi. O'zi yolg'iz bo'lsa, uni uyga taklif qilmaslik kerak. 9. Eriga husn jamoli, boyligi va mansib bilan faxrlanmasligi. 10. Ballarga mehribon bo'lishi, ularni urib tillamasdan yaxshi tarbiyalashi, eriga til uzatmasligi. Ayolning kiyinishi va safar qilishidagi belgilimlar. Musulmon ayollarining boshlariga ro'mol artib, sochlarini bo'yinlaridagi va quloqlaridagi zinnatlarni yepib, uzun va ozoda kiyimlarni kiyib yurishi musulmonlikning shuari. Taqvolikning kiyimi, oliy janoblikning belgisi, hurmat izzatning nishonasi va go'zal axloqning dalilidir. Ro'mol artish musulmon ayollarni har turli razilliklardan, pastkashliklardan qo'g'digandek, musulmon qizlarining hayo, nomus va iffat ichida texmi qadr-qimmatlik ham ko'rkamlik bo'lishini ta'min etish bilan bir vaqtda ularni yomon oqibatlardan saqlab qoladi. Ayolning sirtqa chiqishi uchun erning ruxsatini olish kerakmi? Bu mavzu tuvandagi 3 masalani o'z ichiga oldi. 1. Ayolning uydan chiqish uchun hamma hollarda eridan ruxsat so'rash kerak emas. Masalan, xizmat, maktab, bolalarning ishi yoki sirtdan uyga lozimliq narsalarni sotilish uchun sirtqa chiqishda eridan ruxsat so'rash shart emas. 2. Ayol agar eri tunmaydigan bir oilani ziyorat qilish yoki tuqqanlarning uyda qo'nib qolish uchun uydan chiqmoqchi bo'lsa, erining ruxsatini olish shart bo'ldi. Eri ruxsat qilmasa, chiqmaslik lozim. 3. Ayol bir shahardan yana bir shaharga yoki davlatdan yana bir davlatga safar qilmoqchi bo'lsa, garchi aeroplan bilan shu kun yetib boradigan bo'lsa-mu, erining ruxsatini olib, ishonchli hamrohlar bilan borsa bo'ladi. Ammo yo'lda to'xtab, mehmonxonalarda qo'nib qolgan yoki bir qancha kun davom qiladigan safar uchun ayol mahramsiz chiqa olmaydi. 4. Hanafi, Hanbali mazhablari ayol mahramsiz 3 kundan ko'p safarga chiqmaydi deydi. Shafi, Maliki mazhablari ayol ishonchli ayollarning hamrohligida mahramsiz chiqsa bo'ladi deydi. Hozirgi zamon o'limalari ayollarni mahramsiz safarga chiqishdan to'sishdagi maqsad yo'ldagi amansizliklar edi. Zaman taraqqiy qilib xotirjamlik umumlashdi. Shun hozir ayol ishonchli ayollar bilan chiqsa bo'ladi deb qaraydi. Aldangan ishonch. Biz musulmonlar keyingi davrlarda o'zimizni aldab kelgan yolg'on ishonchlarning biri xotin qizlarimizning iffat nomuslarini muhofazat qilishda beparvolik qilish. Bundaq beparvolikdan yomon oqibatlarning kelmasligi ishinib ketish bo'ldi. Bu faqat iymonning ojizlashganligi, vijdonning g'aflat ichida kirlanganligidan boshqa narsa emas. Mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, hech qanday kishi xatoliklardan xoli bo'la olmaydi. Kishi faqat yomon oqibatlarning muqaddimlaridan saqlanish orqali xatoliklardan saqlana oladi. Ayol har qancha irodalik, diyonatlik, jo'risiga sodiq bo'lib ketgandimi, ular hech vaqt payg'ambar alayhisolamning ayollaridan eshib ketolmaydi. Payg'ambar alayhisolamning ayollari butun musulmonlarning onalari, axloq fazilatlarda eng yaxshi ulgulardir. Shuningdek bilanmi Alloh taolo ularga buni tavsiyalarni qilgan. Ya'ni, ey payg'ambarning ayollari, sizlar boshqa ayollarning hech biriga o'xshamaysizlar. Sizlar yot erlarga so'z qilganda nazokat bilan so'z qilmanglar. Nazokat bilan so'z qilsanglar, dilida kasal bor odam sizlarga qarta ta'mada bo'lib qoladi. Gumondan xoli yaxshi so'z qilinglar. Alloh taolo musulmonlarga xitob qilib mundaq deydi: Sizlar payg'ambarning ayollaridan bir narsa so'rab olmoqchi bo'lsanglar, parda orqasidan so'rab ilinglar. Bundaq qilish sizlarning dillaringlarni, ularning dillarini pok tutadi. Sizlarning Rasulullohni ranjitib qo'yishinglar durust emas. Kitobxonlarning tushunishiga ancha qiyin emaski, yuqorqi oyatlarda xitob qilingan kishilar yer yuzidagi eng taqvo, eng axloqli zotlar bo'lgan sahobalar. Ular muomala qiladigan ayollarmi yer yuzidagi butun ayollarning eng taqvolari, eng axloqli va eng ulgulik onlari bo'lgan ayollar payg'ambarning ayollaridir.
Yuqorqi bayanlardan keyinmi yana xotin qizlarning iffat nomusini muhofazat qilish ishida yolg'on ishonchga berilib aldang'uvchilarga deymanki, sizlar qanchalik yaxshi bo'lib ketsanglarmi, payg'ambardan komil emassizlar. Ayollaringlarmi qanchalik pok va ishonchlik bo'lib ketgandimi, ular yanala payg'ambarning ayollariga yetmaydi. Sizlar alishadigan yaqin yo'riqinglarmi sahobalardan vafodor emas. Sizlar nimanglarga bunchalar ishonch qilib ketisizlar? G'ururning yo'qolganligi erlikning o'lganligidir. İnsanның dunyoda eng sharafli va eng qimmatli narsasi uning nomusidir. Balki insonning nomusi uning dinining asosli parchasidir. Nomusni saqlash dinning eng oldingi ta'limi va imonning ko'rinarli alomatlaridan biridir. Bu masalada butun dinlar ittifoqdir. Payg'ambar alayhissalomning sahobalari o'z ahlining nomusini saqlashda eng g'ururli zotlar edi. Buni hadis ularning naqadar g'ururliq va iffatli kishilardan ekanligini ko'rsatib berdi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom sahobalariga: "Sizlarning biringlar o'z uyiga kirganda ayolni birov bilan yomon ish ustida ko'rsa, 4 kishini guvohlikka chaqirsin" deganda, Said ibn Muaz ismli sahoba o'rnidan turib: "Ey Allohning payg'ambari, men ayolimni yomon ish ustida ko'rsam, uningga 4 guvohchining guvohlik berishiga qarab turamdiman? Yo'q, Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki, agar men ayolimni birov bilan yomon ish ustida ko'rsam, uni beshidan oyog'igacha parchalab ezib, undaq qilibdiman. Undan keyin Alloh meni qanday jazolasa jazolasin" deydi. Payg'ambar alayhissalom uning bu g'ururi qoyil bo'lganlikdan tabassum qilib: "Haqiqatan Said, bek bu g'ururliq. Men Saiddan Alloh hammamizdan bek g'ururliqdir. Alloh taoloning g'ururi yuzidan harom fohish ishlarning har qanday harom qilingan. Har kishi uchun o'zining va oilasining nomusi va iffati shunchalik muqaddas bo'lgan yerda, boshqalarning nomusi va iffati shunchalik muqaddasdir. O'zining nomusini qo'g'dash yo'lda g'ururliq bo'lgan kishi albatta boshqalarning iffat nomuslarini qo'g'dishi, dushmanlik va xiyonatlar bilan ularning nomuslarini oyoq osti qilishdan hazar aylish kerak."